Nedim. Hoziroq bu yerga kel. Tezroq. Qaracha. Qizim, uyg'otib yubordimmi? Yo'q. Lekin shu paytda sen nega kelding? Yo tavba, men hech ham eshitmadim. Qachon kelding? Sizni sog'indim. Oy, ona qizim, men ham seni juda sog'indim. Juda ham sovqotib ketyapman, oyi. Oy, kasal bo'lyapsanmi? Yo'q, yaxshiman. Siz ham endi his qilmayapman. Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Nimani his qilmayapsan? Hech narsani. Shunday yaxshi. Qizim, sen yaxshimisan? Yaxshiman. Faqat juda ham sovqotib ketyapman. Meni bag'ringizga bosing. Kel qizalog'im, kel. Kel qol. Endi yaxshimi? Juda yaxshi. Koshki doim shunday bo'lganda. Meni kechir qizim. Meni kechir. Qaracha. Qaracha. Qizim. Sen qalaysan qizim? Juda ham sog'inibman, kel. Seni bir bag'rimga bosay. Jonim meni. Jonim. Oy, bo'ldi oyi. Oy, kechirasan. Qattiq siqdimmi? Yo'q, unday emas, kerak emas. Xo'ja ko'rsinga mehr ko'rsatishingiz. Oy. Xafa qilyapsan, Qaracha? Xo'ja ko'rsinga deganing nimasi? Men sizni juda ham sog'inyapman. Shunday deb umid qilaman. Sen menga ishonmayapsanmi? Ishonyapman, lekin qanchalik baxtli ekaningizni ko'ryapman. Bizni yo'qligimizni his qilmaydiganchalik baxtlisiz. Inson bolasini yo'qligini his qilmaydimi, Qaracha? Ay, kerak emas, xudo haqqi. Amakim senga ruxsat deyishi bilan ketdingiz-ku. Yugurib o'sha odam bilan turmush qurdingiz, saloningizni ochdingiz, oila qurdingiz. Hammasi bo'ldi. Siz doim orzu qilgan hayot shu emasmidi? Xohlagan hayotingizni yashayapsiz. Endi bundan ham bir fojia yasamang, iltimos. Qani kech bo'lib qoldi. Eringiz kutayotgandir. Yaramas. Go'yo og'asi emasman. Dushmaniman. Qilgan ishiga qara-ya. Chindan ham shunday. Yaramas. Biz jonimizni garovga qo'yapmiz. Biz dadamizning o'g'lidir, jonimizdir, jigarimizdir. Boshiga nimadir kelmasin, tola sochiga ziyon yetmasin deyapmiz. U bo'lsa qilayotgan ishini qara. Lekin u klub bossin, tanker portlatsin. Senga nima? Sen nega aralashyapsan? Nega gapiryapsan? Senga nima? Ho'y, men hech narsa demadim. O'zing gapiryapsan. Men gapiraman. Meni dadamning o'g'li, birodarim. Sen gapira olmaysan. Seni haqqing yo'q. Xo'p. Modomiki seni dadangning o'g'li, modamiki seni birodaring, joning, jigaring ko'rsatgan tomoshalarga ham javobni amakiga o'zing berasan. Nima bo'ldi? Jim bo'lib qolding? Allohim, ya Rabbim, o'zing sabr bergin. Murtaza, bu kecha hamma alamimni sendan olmasligim uchun menga
Kichkina bo'lsa ham sabab ayta olasanmi? Zig'irchalik, ha? Nima bo'ldi? Jim bo'lib qolding? Ba'zida juda ham haddingdan oshib ketyapsan, juda ham. Bu nima axir? Yaramas, senga jinam urmaydi. Sen amakini o'z jiyanisan, ha? Yo'qmi? Nima bo'lganda ham senga hech narsa bo'lmaydi. Bizga kelganda o'lim xaltalari tayyor turadi. La'nat bo'lsin. Og'a, kelishyapti. Gaplashasiz-a? Gaplashaman, bo'ldi. Bolalarimizni dorilari tugaydi. Agar shu hafta ham berishmasa, Bo'ldi dedim-ku, gaplashaman. Hal qilaman, so'z beraman, bo'ldi. Og'a, vaqtingiz bormi? Bir gaplashaylik. Yo'q, Meki. Hech vaqtim yo'q. Anchadan beri bunchalik bo'sh bo'lganimni esla olmayman. Bu qahvaxona nega yopiq? og'a, amaki kelmadi. Oh, Xudoga shukr. Fayoz ham. Ham, Fayoz ham. Nima Fayoz ham? Oilaviy yamachog'alarnikiga ketishibdi. Ya'ni uydagilarni u olib boribdi. Uydagilarni, ha? Oilaviy. Mehmongami? Yaxshi, juda ham soz. Yamachog'angizni uyi qayerda? Birodar, portlatib yubormasa kerak har holda. Uyi qayerda? Xush kelibsiz. U ayol bu uydan ketadi. Meni eshitdingmi? Afson, to'xta. Men ketadi deyapman. Hozir ketadi. Hoziroq bu uydan ketadi. Biroz tinchlan. Men nega tinchlanaman? Nega tinchlanishim kerak? Bu qanday surbetlik? Ayolni eshikdan haydayapman, qo'lini mana bunday qilib olgan. Nima olib kelgan bo'lsa ham, kelyapti, mehmonga kelyapti. Bo'ldi, haqsan. Hech narsa demayapman. Hech narsa demayotgan bo'lsang, bu uyga qanday kira oladi? Sen chaqirmasang, sen ruxsat bermasang kela oladimi? Pushaymon, ko'rinib turibdi. Ahvoliga qarasang-chi. Pushaymon bo'ptimi? Men uni tushunmabman. Pushaymon bo'ptimi? Unda shunday qilaylik. Tushaylik. Men uzr so'ray. Nima daxli bor? Sen nega uzr so'rayapsan? Bo'pti-da. Men ham shuni aytayapman-da. Men nega uzr so'rayapman? Pushaymon bo'lgan bo'lsa bo'lsin. Menga nima? Menga nima bo'lyapti? Biz xafa bo'lganimiz uchun hamma qilmishlarimiz kechirilmayapti, chunki meni miyam bunday ishlamaydi. Bo'ldi, menga qara. Kechir demayapman. Imkon ber deyapman. Shu yergacha kelibdi. Gapirsin. Iltimos, men uchun. Xo'pmi? Xo'p. Rostdanmi? Bo'pti. Bolalar uyda, buni unutma. Bo'ptimi? Bo'pti, qoch. Bo'pti. Javob bering, amaki. Javob bersangiz-chi, javob bering. Xush kelibsiz. Aybga bermang. Astag'firulloh, nimalar deyapsiz? Xo'sh. Gapiring. Qalaysizlar? Biz ham uy bilan tabriklagani kelgan edik. Uyda narsalar bor edi, hammasini oyim o'z qo'llari bilan tayyorlagan. Hay, sarpo degandek.
Ay, xullas qizga, senga, Yamachga o'shalarni olib kelaylik degandik. Qanday yaxshi qilibsiz. Qizga deganda meni qizimga Masalga. Albatta, albatta. Aytgancha ismi Masal. Ha, garchi siz avval ham uchrashgan edingiz, lekin aniq eslolmasligingiz mumkin, chunki u paytlar Masal meni qornimda edi. Bir kuni kechasi qishda edi. Meni uydan ko'chaga haydagandingiz. O'sha kechani aytyapman. Afsun. Hayotim? Ha? Gaplashaylik deding. Mana gaplashyapman. Nima bo'ldi? Mayli, biz unda endi tura qolaylik. Yaxshi boring. Jumali. Nima Jumali? O'tiring. Hammani o'zi uyi bor, shunaqa emasmi? Ketsin, amakilarni yonlarida o'tirsin, bu yerda nima qilishadi? Xo'sh, nima bor? Jumali og'a. Biz ham u yerda o'zimiz xohlab yashamayapmiz. Ha, shunaqami, Sadet? U yerda nega yashayapsiz? Yaramas sizni bog'lab qo'yganmi? Men necha marta aytdim, o'sha yaramas ablahni yonida turmang dedim. Yo demadimmi? O'g'lim, men bunday bo'lishini bilganimda edi. Jumali, bo'ldi. Telefoningiz jiringlayapti. Hozir shu telefonni ham shunday bo'lishini bilganimda edi deyapti axir. Sulton xonim, bilasiz, necha yillardan beri bilardingiz. Men u uydan haydalayotganimda bilardingiz. Sen u uydan haydalmading, Jumali. Sen qamoqda eding. Men qamoqda edim, shundaymi? Men o'zim xohlab qamoqqa kirdim moya. Men qamoqqa kirishni yoqtirganim uchun qamoqqa kirdimmi? Meni qamoqqa kirishimda o'sha yaramas amakini qo'li yo'qmidi? Jumali. Nima? Medet tinchlan, Medet. Men hammangizga. Bo'ldi, tinchlaning. Qanaqa tinchlanaman? Yamach meni majbur qilma, usiz ham bularni shu yerda bo'lishiga sabab sensan. Bo'ldi, men sababchiman. Bo'ldi. Yordam! Nima bo'ldi? Yordam bering! Nima bo'lyapti? Yetar! Yaramas! Ey, nimalar bo'lyapti? Yetar! Mana senga! Bo'ldi, urma. Medet, kerak emas. Shoshma, bu yoqqa Bo'ldi. bor. Bas. Yaramas! Bo'ldi, yetadi. Seni o'ldiraman. Bo'ldi, tinchlaning. O'ldiraman seni. Bo'ldi, o'zingni bos. Alloh. Yaramas. Yamach, xudo haqqi, meni qo'yib yuborasanmi? Vaziyatni tushuntiray. Men unga tashlanmadim. Eshikni ochishi bilan qandaydir sharpa meni ko'rib ustimga tashlandi. Men ham o'zimni himoya qilishga majbur bo'ldim, Yamach. Tushun, iltimos qilaman. Men shunchalik madaniyatsizmanmi, ha? Yaramas, men nima qildim? Bo'ldi. Bo'ldi, yetar. Biroz tinchlanib oling. Tinchlaning. Oyi! Shunday bo'lishi aniq edi. Hammasi tayyor. Buni ham ol. Men hozir boraman.
Seni shu yerda qoldiradi deb o'yladingmi? Ha, sevgilim meni. Texnologiyadan o'zim o'rgilay. Jonim birodar, taksi jo'natish bunchalik qiyin bo'lmasligi kerak. Shu paytdan keyin taksi topolmadim deb men o'lolmayman. Tushuntira olmayapmanmi? Ha, keldi. Mayli bo'pti. Katta rahmat. Og'a, qayerga boramiz? Janubiy Amerikaga. Qanaqasiga? Lekin avval oxirgi vidolashuvimiz bor. Avval shu radioingni ovozini ko'tarasanmi, birodar? Xudo haqqi, hech narsaga tushmadim, og'a. Sen haydab o'zim ko'rsataman. Qani ketdik. Ming la'nat. Bo'pti. Haqsiz. Hammani o'ziga yarasha sabablari bor. Hech kimga hech narsa demayapman. Hammangizni jahlingiz chiqqan. Meni ham jahlim chiqqan. Juda ham jahlim chiqqan. Lekin yetar endi. Bunday bo'lmaydi. Men oilamni qaytarishni xohlayapman. Qara. Qanday chiroyli gapirdi. Quloq solsangiz. Yamach ko'cha vali oilasini birlashtirishga harakat qilyapti. Buni to'g'risi shu. Garchi meni hech kim taklif qilmadi, lekin shuni bilarding. Qayerdan kelib qolding? Eshikdan. Yamach, bu yaramasni bu yerdan ketkaz, aks holda katta muammo chiqaraman. Jumali og'a, lekin uyat emasmi, tinmay haqorat qilyapsiz? Sen aralashma, Sadet. Har doimgi holi-ku bu. Bu nimasi? Ha? Bu ham kammi? Belingdan qurolingni olganingda edi. Tahdid qilganingda, mahalladan haydaganingda. Chunki qilmagan narsang emas, nima ham derdik? Ahmoq. O'sha ahmoqlikcha qoladi. Sen ahmoq, men bilan qanday gaplashyapsan? Jumali bey, O'tiring. bo'ldi. O'tiring. Uyat bo'ladi. Bo'ldi. Tinchlaning. Sen nima haqida gapiryapsan? Nimani belidan qurolingni ol? Hech gap yo'q. Gapirsang-chi. Hech gap yo'q. Senga aytmagandim, lekin bu bir vaqtlar men seni himoya qilganim uchun meni mahalladan haydatgandi. Qo'liga qurolini olib, xotinimni, bolamni yonida tahdid qilishlar. To'g'rimi? Shunday narsa bo'lgani? Xo'sh? Og'a, Yaramas. U bilan shu bir xil narsami, ha? Sen nima haqida Jumali bey, gapiryapsan? Sizga yarashadimi? Yarashyaptimi, xudo haqqi? Albatta jonim, albatta. Nima bo'lganda ham bu oilani gunohkori menman. Siz bir-biringiz bilan janjallashasiz, yana men aybdorman. Birga bo'lsangiz dushman menman. Men gunohkorman. Shunaqami? Meni ishim nima? bo'ldi. Bo'ldi. Usiz ham ishonging kelmaydi. Bu xonada bo'lganlarning hammasi bir-biriga dushmanmi? Shunday, ha? Hisob-kitob qiladigan. Bormi? Sizdan so'rayapman. Medet. Seni bilamiz. Ashaddiy qotil u. Og'am, usiz ham, Usiz ham. hatto oyim ham. Mayli. Opa, sizning ham dushmaningiz bormi? Tavba.
Tavba, ikkalamizni ham hech ham unday narsamiz yo'q. Uni ham bu qildi. Tavba, buni qaraya. Ha, agar shunday ketsa, bilmayman. Shunday ketsa nimani bilmaysan? Nimani bilmaysan deyapman. Yetar! Qara, nima deyapti, qara. Jumalibey, hech ham yarashmayapti. Xudo haqqi yarashmayapti sizga. Qo'shnilarning oldida yaxshi bo'lmayapti. Yetar! Oxirgi marta aytyapman. Quloq soling, oxirgi marta aytyapman. Bas qilasiz. Bu masala yopiladi. Nima bo'lsa bo'lsin, qo'l sinadi, suyak ichida qoladi. Nima bo'lsa bo'lsin, biz bir oila bo'lsak, bir-birimizni kechirishni o'rganamiz. Shunaqami? Shunaqa. Unda senga oilang bilan baxt tilayman, Yamach. Chunki ba'zi ayblarni kechirib bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Bor, qara. Afsun. Qo'yvor! Afsun. Qo'yvor dedim, Yamach. Afsun, nima qilyapsan? Hozir aytgan gaplarimga chindan ham ishongim kelmayapti, lekin Biroz tinchlan. Nima? Yamach, yo oying yo men. Nima? Afsun. Ha? Bir soniya. Uf. Eshitaman, akin. Qanday chiroyli gapirdi? Ha, qiz haq. Bartolo, Yaramas. lolasi jim bo'l, og'asi. Bo'ldi, qani jo'na. Amakingni yoniga jo'na, chaq bo'ydan ket. U qo'lni bir tushirdi-da, u qo'lini. Sekin ketamiz, qani kelchi. Bu yerni ham kezdik. Qizim, Yamach, qizni yonida noxushlik chiqarma, yonida. aljiramayapmiz. Dada janjal. Unday narsalar bo'lib turadi, qizim. Tabiiy hol, har oilada shunday narsalar bo'ladi. Masal dadang tinmay aytadi-ku, katta oila, ulkan oila, bizni oila. Ha, shu oila pastdagilarning ovozlari, ularning ovozi qizim. Qara, mana shu oila. Oila. Ha, meni jonim qizim. Bo'pti. Sen ham hech qayerga ketmaysan. Men aytadiganimni aytdim, Yamach. Qoch. Nari tur. Kulkanni topdim. Xohlagan paytim otaman. Jumalibey, o'zingizni bosing. Jumalibey. Medet qo'yib ol meni. O'zingizni bosing. Sulton xonim, bu bola bo'lmabdi. Sulton xonim. Jumalibey, yaramas. O'zingizni bosing. Biroz avval ko'rmadingizmi? Nima bo'lyapti? Jumalibey. Uni menga ber. Qani kelchi, malikam. Kela qol. Qani dadangni bir o'pib qo'ychi. Men hozir kelaman. Eshikdagilarni hal qildingmi? Gaplashdim. Qurol ovozini eshitishibdi. Karajani uyga kelganini ham ko'rishibdi albatta. Nima deyishdi? Karajani siz kelmasdan ancha avval ketganini aytishadi. Barakalla Murtaza, yana uddalading qoyil. Ayshi? Sen nega shu paytgacha uxlamading? Nimadir bo'ldimi? Bir tush ko'rdim. Tinchlikmish qilib? Sen bugun Karajani ko'rdingmi? Yo'q. Amaki uni omborlarni ko'zdan kechirishga jo'natganda bugun mahallaga kelmadi. Xo'p, oxirgi marta qachon ko'rding? To'g'risi bir necha kun bo'ldi. Yaxshimidi? Yaxshi edi.
Ko'rinishi juda ham yaxshi edi. Nega to'satdan qizni so'rab qolding? Men hozir borib bir qarasammikin-a? Shu paytda-ya. Kech bo'ldi. Shunchalik xavotir olgan ekansan, qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qildim, javob bermayapti. Bo'pti gulim, ertaga borib qaraymiz qani. Sen tushingni aytib ber-chi. Xo'p, mayli, esingdan chiqar. Ko'pga kelibdi, yaramas. Sen kutasan, men olib kelaman. Unaqasi ketmaydi. Men ham boraman. Bo'lmaydi. Yamach. Bu sendan ham ko'proq meni masalam. Menimcha qarshilik qilishga urinma. Menga qurol ber. Bunisi endi ortiqcha. Qurol ber deyapman. Mendan xabarsiz hech narsa qilmaysan. Bo'pti. Meni yonimdan jilmaysan. Bo'pti. Aks holda bu yerdan ketamiz. Bo'pti. Farzandimiz borligini unutma. O'zi shuning uchun kerak. Senga hech ham ishonmayman. Afsun? Qaytib kelibsan? Xush kelibsan. Xush kelaman. Qayerda? Shu yerda. Lekin kirganiga ancha bo'ldi. Ketdik. Bo'pti akin, sen uyga. Amaki boray. Yordamim tegib qolar. Akin, uyga bo'ldi, rahmat, shu yergacha. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Qurolingni yashir, ichkariga unda kira olmaymiz. Rahmat jonim. Tinchlan, sekinroq. Ayni vaqtida. Pochcha? Kinoya? Afsun xonim. Meni rosa kuttirdingiz. Bir kecha kutilmaganda kelishim mumkin degandim. Lekin seni bu ahvolda ko'raman deb sira o'ylamagandim. Afsun xonim ketishni xohlayapti. Uni olib keting, iltimos. Qayoqqa? Jahannamga. O'z jahannamiga. Ha. Demak shunchalik. Chacha. Ishonching komilmi? Quloq solib, buni qaytishi yo'q. Albatta. Ishonchim komil. Nizam, bu xonimni bu yerga senga topshirish uchun olib keldim. Ol, seniki bo'lsin. Go'sht ham seniki, suyagi ham. Ha, juda chiroyli qiz. Lekin go'zalligini, zavqini surishni xohlamayman. Seni olamingni eng tubi qayer bo'lsa, siz chuqurliklarni juda yaxshi ko'rasiz-ku. Chuqurlarni. Nizam ham senga endi chuqurni tubini ko'rsatadi. Yashaydi, lekin yashaganiga pushaymon bo'ladi. Ha, bir daqiqa. Men aqldan ozdim shekilli. Esimni yeb qo'ydim shekilli. Kimsan pochchamizni xonimi?
U menga qo'lingda nima dalil bor desa, men senga qanaqasiga ishonaman desa, men nima deyman? Yorug'likka olib keling. Jilmaysan-chi? Xayr. Tinchlikmi? Qayoqqa? Bolamni ko'raman. Bunaqasi ketmaydi. Aysel och. Aysel och. Oyi. Men keldim. Oyi. Aysel och. Qo'y vor dedim. Qo'y vor. Qizimni ko'raman, qo'y vor. Qizimni ko'raman. Yetar endi. Haddingni bilasan. O'rningni bilasan. Seni joying shu yer. Men xohlasam ko'rasan, xohlamasam ko'rmaysan. Achinib o'tirmayman Afsun. Bir-biringizga yetishibsiz. Seni biz biroz mehmon. Afsun. Vahima xuruji. Eng yoqtiradiganim. Alvido pochcha. Qochib ketadi. Oxirgi imkoning qasosini ol. Tur ketdik, o'rningdan tur. Oyoqqa tur. Tur o'rningdan, tura qol. Ortidan borishing kerak. O'ngdan. Kabuslar gerçek, pakette kardeş. Karam kazanmayı dert etmez herkes. Sağ solu kes. Amacına ulaş bir de hayatını yaşa. Bu da sana var. O zamana kadar az yapacak herkes. Sağ solu kes şartlar. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Ay yaramaz. Bo'lmaydi, bu yerdan bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Bu yerdan bo'lmaydi. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes. Paranoyaları Qochma. kes. Sağ solu kes. Sağ solu kes. Nerede? Bu yoqqa kel, bilmayman. Endişeye mal yok endişeye. Sen ne dilersen gerçek olur. Daha iyi sev. Ev yolun yokuştu kavisti ve çocuktun tabii ki basitti dert. Kimi ise büyür ve nasip bu dar. Bu dünya senin çek herkese res çekil her şeye gidersen teklemeden. Düşlerin yatmışken herkese ye yine kapşonu çekme. Sağ solu kes şartlar. Sana hayatı tonlar. Ke. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Shu yerda kut. Nega? Shu yerda kut. Nega axir? Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes şartlar. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Afsun.
Sağa solu kes. Sağa solu kes. Şart var. Sana hayatı Ah, Afsun, ah. tonlar. Bir kaçış yolun olmaz. Sağa solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Şartlar. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Bir kaçış yolun olmaz. Sağa solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağa solu kes. Qayerda? Uzoqqa ketgan bo'lishi mumkin emas. Imkonsiz. Jin ursin, qochirdim. Ehtiyot bo'l. Qochirdim. Bo'ldi. Shu yerda tur. Hech qayerga qimirlama. Men qarab kelaman, topaman. Bo'pti. Hech qayerga qimirlama. Bo'pti. Tomga chiqishni faqat siz bilasizmi? Yugur, pochcha, yugur. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Kulkan. Menga bir qarasang. Kulkan. Meni esladingmi? Men kimman? Men kimman? Afsun. Bir umr mendan qochishga harakat qilasan, Kulkan. Lekin baribir o'layotganingda oxirgi ko'rgan yuzing meniki bo'ladi. Albatta jonim, albatta. U siz ham, tuya hammomni orzu qilar ekan. Bay, Afsun. Afsun. Yaramas. Afsun. Yuragim yorildi. Yaxshimisan? Juda yaxshiman. Qayerdan chiqdi? Tepadan jo'natishdi. Meni shu yerda kut. Shu yerda kut.
acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak. Toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Dağlanmadan kapanmazdı, acısıyla anladım. Bak yaram bir çareydi, kimseye anlatamadım. Dökülen yaşlarımla soluk çiçekler açtırdım. Kaç kapıyı kapattım, ah kaç kadeh kırdım. Dilim söylemese de aklım bana aykırdı. Anlattıklarım dinleyebildiği kadar mıydı? Sustuklarımın yükünden sırtım ağrıdı. Bağırsam sesim saçlarını okşar mıydı? Deniz gözlerimden terki diyar ederken ben Lebi derya yelkenlerim okyanusa tez attı. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerrem ufkunda güneş oldu battı. Zamanım daraldı bileklerime saatler kala. Aklım karardı evim kara toprak altında. Gölgeler doğaya karışır musalla taşında. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşından. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak. Toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Bıçak sırtı gibiydi alıp verdiğim nefesim. Acılarla doldu hep kırık göğüs kafesim. Ölümle yaşam arası kabus gibi düşlerim. Kazarım bu toprağı kan içinde ellerim. Feda etsen de kendini dönmez yitirdiklerin. Ne ben cehennemim ne de çukur benim cennetim. Bu devran dönse bile yetmez acı gülüşlerin. Benim döndüğüm gündür bitişi bu kıyametin. Deniz gözlerinden terki diyar ederken ben Lebi derya yelkenlerim okyanusa tez attı. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerrem ufkunda güneş oldu battı. Zamanım daraldı bileklerime saatler kala. Aklım karardı evim kara toprak altında. Gölgeler doğaya karışır musalla taşında. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşından. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak. Toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine.